Uzmed klinikasi Toshkent shahar Yangihayot tumanida joylashgan. Asosan nimaga ixtisoslashgan? Uzmed klinikasi profillari asosan 60% laboratoriyaga ixtisoslashgan bizning klinikamiz. Bundan tashqari bizda stomatologiya, lor, pediatriya, terapiya, ginekologiya hamda 24/7 rejimda ishlaydigan muolaja xizmatlarimiz o'z faoliyatini olib boradi. Demak, asosiy yo'nalishimiz laboratoriya bo'lganligi sababli bizda asosiy bemorlardan keladigan murojaatlar ham laboratoriya bo'yicha bo'ladi. O'zimizning klinikamizdan tashqari shaharning Toshkent shahar hamda Toshkent viloyatining bir qancha klinikalari bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib boramiz. Ya'ni outsourcing asosida ishlaymiz. Klinikamizda mingdan ortiq tahlillar amalga oshiriladi. Ba'zi bir analizlar 2-3 kunida, qolgan analizlar hammasi shu kunda o'zida bemorlarga yetkazib beriladi. Uzmed klinikasida hozirgi kunda lor, pediatriya hamda muolaja xizmati 24/7 rejimda o'z ish faoliyatini olib boryapti. Agarda sizda ushbu mutaxassislarga nisbatan muhtojlik sezilsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.